Qizili bu to'rttasi bitta kofe. Ko'pchilik hozir kofe ichishga qo'rqyapman. Shahnoz opa, kofedan ko'pchilik o'lyapti ekan, kofemiz shunaqa yomon deb aytishadi, lekin bizning Ersak kompaniyasini kofesi naturalniy. To'rttasi bittada, buning ichida hech qanaqa kimyo qo'shilmagan. Gripreshi, maringasi bor va undan tashqari toza eng qimmat narsalarni qo'shishadi. O'shaning uchun bizning kofelarimiz har doim ham ko'chalarda sotilmaydi, originali. Bu kofemizdan o'zim 96 kilo bo'lib, hozirgi paytda 75 kiloga tushganman qizili. Bu kofeni tayyorlanishini aytib o'taman. Hech qachon qaynagan suvga tayyorlamaylik. Yana undan tashqari aytib o'tmoqchiman, bu aqlli kofe. Agar siz och qoringa ichsangiz ozdiradi, to'q qoringa ichsangiz esa semirtiradi. Ko'pchilik menga savol berishadi, Shahnoz opa, semirishga nima bor deb. Semirishga bizda обязательно Ersak kompaniyasini kofelari. Undan tashqari ozmoqchi bo'lgan insonlarimizga ham juda ham kerakli mahsulotimiz. Qizlar, yana undan tashqari aytib o'taman, buni bemalol emizikli ayollarimiz, homilador ayollarimiz ham ichsa bo'ladi. Energiya beradi, kuch beradi va undan tashqari charchog'ingizni yo'q qilib beradi, uyqularingizni ochib, kayfiyatingizni juda ham zo'r qilib beradi. Gribreshini sostav bo'yicha sizlarga yana ma'lumot beraman. Buni tayyorlash uchun sizlar 80 gradusli iliq holatdagi qaynagan suvi, 70-80 gradusli qaynagan suvi sovigan holatda olib turib, bitta qoshiqda aralashtirib olasizlar. Qaranglar, aralashmasini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turganinglardek, bu to'rttasi bitta. Bunga shakar qo'shishinglar shart emas. O'zi shunaqa naturalniy, shirin, effekti bomba. Haqiqatan ham Ersak kompaniyasining kofelari shunaqa zo'r. Super.